Elektrokarmi yoki gibrid? Assalomu alaykum. Bugun biz sizlarga elektromobillar va gibridlarning afzalliklari va kamchiliklari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Elektromobillar faqat elektr energiyasida ishlaydigan avtomobillar bo'lib, ular to'liq chiqindisiz ishlab, atrof muhit uchun xavfsiz hisoblanadi. Elektromobillar ichki yonish dvigateliga qaraganda kamroq harakatlanuvchi qismlar mavjud bo'lib, bu esa texnik xizmat ko'rsatishni osonlashtiradi. Lekin bitta zaryad bilan elektromobil uzoq masofani bosib o'ta olmaydi. Chekka hududlarda zaryadlash stansiyalari hamon mavjud bo'lmaganligi uchun haydovchilarga bu katta muammo bo'lishi mumkin. Yangi elektromobilning akkumulyatorlariga 8 yilgacha kafolat beriladi. Lekin elektromobillarning batareykasiga texnik xizmat ko'rsatish yoki utilizatsiya qilish sezilarli darajada qimmatga tushishi mumkin. Gibridlar benzin va elektr energiyasini birlashtirib, yoqilg'idan samarali foydalanish imkoniyatini beradi. Biroq gibridlar elektroavtomobillar kabi ekologik toza emas. Turdagi dvigatelli murakkab tizimlar ko'proq texnik nosozliklar va yuqori xizmat narxlarini keltirib chiqarishlari mumkin. Xo'sh, qaysi birini tanlash kerak? Agar siz ekologik tozalikka alohida e'tibor beradigan bo'lsangiz va uzoq masofalarga kamroq safar qilsangiz, shahar uchun elektromobil eng yaxshi tanlov. Agar uzoq masofaga otlanishni niyat qilsangiz, zaryadlash stansiyalari haqida alohida o'ylab qo'yishingiz shart. Agar kuningiz avtomobilda o'tsa yoki elektrga to'liq o'tishga tayyor bo'lmasangiz, siz uchun gibrid avtomobillari mos. U sizga ko'proq moslashuvchanlik va benzinni tejash imkoniyatini beradi. O'zingiz xohlagan gibrid yoki elektr avtomobillarni Abozor ilovasidan topishingiz mumkin. Bugungi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr.